Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. İstanbul Zeytinburnu'da iftarlık ziyafeti berildi. Şərq Türkistan Ma'arif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin uğurlaşdırışı bilan 25 iyul Peyşənbə Ramazanның 17-ci günü Zeytinburnu Belediyesi meydanında Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlarga iftarlıq ziyafeti berildi. İftarga İstanbulda yaşayotgan Uyg'urlardan nurg'un kishi qatnashdi. Şərq Türkistan Ma'arif və Həmkarlıq Cəmiyyətinin bu iftarlıq ziyafetiga Türkiye Parlamentining sobiq millat vakili Doktor Profesör Jalal Arbay, Zeytinburnu Belediyesi'nin muavin reisi İlyas Saka ve İnsan ve Medeniyet Hareketi Vakfı'dan Doktor İkram Sultan qatarlıqlarımı qatnaşdı. İftarlık duasını sobiq millat vakili Doktor Jalal Arbay qildi. Duadan keyin ziyafat ahli cemiyet tarafından hazırlangan meyve ve lampon, suyuqash ve polo qatarlıq türlük nazu nimetler bilan iftarlık qildi. Keyin cemiyetin reisi Hidayetullah Oğuzxan hemşehrilerinin bu addi iftarlık ziyafetiga aileci qadam tashrif qilganligi uchun minnatdorligini bildirdi. Ahirda yana sobiq millat vakili Doktor Jalal Arbay dua qildi. Duadan keyin maydondagi chimliqda sham namozini o'qigan jamoat xo'shallik bilan qaytishdi. Murtaza Yetish ishg'olchi Xitoy doiralarini qattiq tanqid qildi. Türkiye hakimiyetindeki Adalet ve Taraqqiyot Partisi'nin Adıyaman milletvekili Murtaza Yetish Xitoy doiralarining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini tanqid qilib, hech qanday bir zulm uzun put terab turolmaydi. Zulm yo'qolishi kerak dedi. Milletvekili Murtaza Yetish Misr, Suriye, Palestin ve Şərq Türkistan'daki qeyrindaşlarımızın nallarını ko'z yoshlarida namlab iftar qilayotganligini ve bu sebepler tüpeyli Ramazan'da qiynalıyotganligini ilgari surdi. Murtaza Yetish nutqida mundaq dedi. Bu mübarek günlerde qeyrindaşlarımızın dualarımızga qattiq ehtiyoji var. Biz hech qanday zulmga sukut qilolmaymiz. Zalimlarga yantayoq bo'lmaymiz. Bu millet her zaman mazlum g'ayriblarning halidan xabar oladigan sap imonga egidir. İmanını texmi saplaştırışga davom qiladi. O'tgan yili bosh ministerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ның rahbarligida liderlerimiz Xitoyga ziyorat o'rlashtirgan edi. Tabiiyki Xitoy ziyaratining birinchi bekiti Uyg'ur Türklerining ana makoni Şərq Türkistanning poytaxti Urumchi bo'lgan edi. Bu munosabat bilan bosh ministerimiz butun dunyoga Uyg'ur Türklerining yolg'iz emasligini jakarlagan bo'ldi. Shundaqla Turkiyaning bugungiga o'xshash atimu qeyrindoshlarımızning yendi bo'lganligini namoyon qilgan edi. Xususan oxirgi mezgillarda Şərq Türkistan'da Xitoy doiralarining qeyrindoshlarımızga qaratgan zulmlarining texmi kuchayotganligini ko'ryapmiz. Biz Xitoyning bu asminatsiya va nohaq tuzumlarini qattiq ayiblaymiz. Hiçbir zulm hergizmi uzun put terab turolmaydi. Cho'qim barbod bo'lishi va yo'qolishi kerak. Bütün İslam dünyasida xotirjamlik va qeyrindoshlikqa texmi e'tibor berilgan yangi bir davr barpo qilishni xohlaymiz. Fitna, irqchilik ve zulmga qarshi hushyorlik, tinchlik ve ko'z tush bilan harakat qilamiz. Bizni bir-birimizga bog'laydigan tarixiy yiltizimiz Qahira, G'azza, Sham, Bag'dodda qandaq bo'lsa, Şərq Türkistan'da mı shundaqdir. Biz Türkiye bulup süpütümüz bilen bütün haksızlıkla duçar bulgan qeyrindaşlarımızdan ovozi bulup her zaman mazlumlarning yendi bulduk. Davamlıq mazlumlarning yendi bulimiz. Yana bir qitim Xitoy doiralarining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan besim siyosatini qattiq tanqidlayman. Erdoğan Sisi katliamı ve garip axborotlarning rezilligini qattiq ayıpladı. Türkiye Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan 28 iyul akşam iftarda söz qilib, Mısır armiyasi ve ularning qo'mondoni Sisi'nin bir akşamda 200'den artıq musulmonni qatl qilganligini qattiq ayıpladı. Shundaqla shuning bilan birga Turkiyaning ommaviy buzg'unchiligini to'sish uchun qonun ishida elib borgan harakatini insoniy huquqqa tajovuz qilganlik deb
tushdan ayıplab xabar tarqatgan Yevropa siyosiy yo'llarining Türkiye'den çatak izlab, saatlab naq meydan xabari bergan CNN ve BBC qatorliq g'arb axborotlarining Misrdagi musulmonlarga qartilgan vahshiy qatliamga qarata ko'rmas, anglamas, sezmas bo'lib olganligini qattiq ayıpladı. Bu yalğız musulmonlarning qatl qilinishi emas, balki axloqning va vijdonning qatl qilinishi deb atagan Erdo'g'an ularning atalmış demokratiyasining naqadar yolg'on va o'zlarining naqadar saxtipaz ekanligini oshkorlaganligini bildirdi va Turkiyaning bu vahshiy jinoyatga qarata sukut qilib tura olmaydiganligini bildirdi. Ülke televiziyasida Sharq Turkiston masalasi 28 iyul yakshanba kuni kech soat 7:30dan 8:30gacha Turkiya Ülke televiziyasining İstanbulda iftar vaqti programmasida Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keldi. Programmada Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkistonning tarixiy madaniyatini anglatdi hamda Sharq Turkiston musulmonlarining ishg'oldan ilgari Ramazon oyidagi faoliyatlari ve Xitoy ishg'oliga duchor bo'lgandan keyingi zulm ostidagi Ramazon faoliyatlari o'rtasidagi farqlar haqida to'xtaldi. Hidoyatullo O'g'izxon keyin Turkiyaning G'azza, Misr va boshqa musulmon davlatlariga ko'ngil bo'lganiga o'xshash Sharq Turkistonga ham ko'ngil bo'lishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Pakistan türmesi Taliban hujumiga uchradi. 200'den artıq mahbus qutuldirildi. Taliban mücahitleri 29 iyul dushanba kuni Pakistanning g'arbidagi markaziy turmaga hujum qilib, onlarca İslami teşkilatning muhim a'zosini o'z ichiga olgan 200'den artıq begunoh mahbusni qutuldirib chiqdi. Pakistan o'lkalik hukumat amaldori Mushtaq Jadon Ari News televiziyasiga mundaq dedi. Taxminan 243 mahbus qochib ketdi. Bunun içinden 6 nafari saqchilar tarafidan qaytarib kelindi. Qochib ketganlarning 30 nafari Taliban harakatining muhim yadroliq a'zolari bo'lib, Talibanning bu qatimki turma hujumi dal ularni qutqizib chiqish uchun bo'lgan. Turma saqchilari qiyofatida kiyinib olgan Taliban qurolliq mujohidlari zambirak, raketa, bomba ve qo'l bombasi qatorli qurollar bilan Janubiy Vaziristonga yaqin Xaybar rayonidagi Pokistonning Dira Ismoilxon shahar turmasiga hujum qilgan bo'lib, İslam teşkilatlarının 300'den artıq qo'lliq a'zolari terrorchi degan nom bilan bu turmaga tashlangan ekan. Taliban harakatining bu qatimki hujumi natijasida İslam teşkilatlari a'zolari va boshqa mahbuslardan bo'lib, jami 243 kishi bu turmadan qutulib chiqqan. Pakistan saqchilarining 29 iyul dushanba kuni ilgari surishicha, Taliban qurolliq harakati yarim kechada Taliban islomiy teşkilatlarining muhim a'zolarini qutqizib chiqish uchun turmaga hujum qilgan. Hazır amanlık yüzsüden Dira İsmailxon shahrida sirtqi chiqish cheklangan ve türmenin amanlıqı texmo kuchaytirilgan. Pakistan turuşuq Taliban hareketining bayonotchisi Zabihullah Shahid bu qatimki hujumning Taliban hareketi tarafidan o'rlashtirilganligini jakarladi. Frans Press axboroti bilan telefonlashgan Zabihullah munularni qo'shib qo'ydi. 60 nafar fidoini o'z ichiga olgan 150 nafar Taliban mujohidlaridan tashkillangan hujum atriti markaziy turmaga hujum qilib, 300 nafar mahbusni g'alabalik holda qutuldirib chiqdi. Dira Ismoilxon turmasiga 5000 ga yaqin mahbus qamalgan bo'lib, buning ichida 300 nafar mahbus Taliban a'zolari va Taliban rahbarlarining qatlamidagi qo'mondonlar ekan. Bular Pakistan amonlik saqlash qismlari va shialarga hujum qilish jinoyati bilan qamalgan bo'lib, Taliban bu qatimki hujum bilan ularni qutuldirib chiqqan. Hech Baradiga qon to'kishni to'xtatinglar va rais Mursini qo'yib beringlar dedi. Angliya tashqi ishlar ministri William Hague Misr vaqtliq raisi Adli Mansurning muavini Muhammad Baradiga darhol qon to'kilishini to'xtatishning zarur ekanligini uqtirib, Misr raisi Muhammad Mursining qo'yib berilishini talab qildi. Angliya tashqi ishlar ministrligining e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri William Hague chorshanba kuni Adli Mansurning muavini Muhammad Baradiga telefon qilgan va rais Muhammad Mursi va boshqa qo'lga ilingan siyosiy yo'llarni jinoiy masalalar bo'lmagan ahvol ostida siyosiy tuhmatga tayanmasdan erkin qo'yib berishning zarurligini ta'kidlagan. Hague Misrdagi navbatdagi qon to'kilishga darhol xotim berish uchun tinchlik yo'lini tanlashning kerakligini, shuning uchun Misr siyosatining Misrdagi barliq siyosiy jamoatlarni o'z ichiga olishning zarurligini ilgari surib, Baradiga besim qilgan.
Müslüman qarindoshlar jamoatini o'z ichiga olgan Misrdagi barliq siyosiy partiyalarning sulh qilishi va suhbat o'tkazishining zarurligini ta'kidlagan William Hage, Misr amonlik saqlash qismlari tomonidan o'tgan hafta 100 dan ortiq Misr fuqarosining o'ldirilganligidan davlatining Misrning navbatdagi vaziyatidan ansirayotganligini ilgari surdi. Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, shuning bilan bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum.